Sizlarga Hayotobod ko'chasidan 6 sotixli hovli topib qo'ydim. Birgalikda ichkarini ko'rib chiqamiz. Darvozadan kirib kelganimizda o'ng qo'lda hammom tualet joylashgan va o'ng tomonda ikkita uy, ro'parada yer ayvon uchun joy va chap tarafda 4 ta uy joylashgan. Svet, gaz, suvlar bor ekan. Podvalimiz ko'rib turibsizlar. Bo'yim 184, bundan ham baland, bo'yim tekkan yo'q. Uyimizni boshidan oxirigacha podval qilishgan ekan. Ikki tomondan kirish joylari bor. Bemalol biror ishlab chiqarish qilsalar ham bo'ladi. Va darvozadan kirganimizda o'ng tomondan kiriladi. 2 sotixli arqa hovlisi mavjud. Betga ham uy qursalaring yoki chiroyli bog' yoki oshxona qilsalaring bo'ladi. Aniqlab ketsamiz, Kosmonovdan kelganda chap tarafda, Garodoydan kelganda o'ng tarafda, yo'lni bo'yidan 10 metr kiriladi. Hovlimiz narxini 65 ming deyishyapti. Jicha o'tib berishar ekan. Egalar nomerini pastda qoldiraman. Bemalol telefon qilib bog'lanishlari mumkin.